Ajoyib xushxabar! Dubay va Toshkent orasidagi parvozlar bosqichma-bosqich tiklanadi. Joriy yilning 4-mart kunidan boshlab Toshkent Dubay va Dubay Toshkent yo'nalishlari bo'yicha Uz Airways, Centrum Air hamda Qanot Sharq aviakompaniyalari tomonidan amalga oshiriladigan reyslar bosqichma-bosqich tiklanadi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Parvozlar quyidagi jadval asosida amalga oshiriladi. Uz Airways HY333 Toshkent Dubay 2026-yil 4-mart kuni soat 8:30 da jadval asosida. HY334 Dubay Toshkent 2026-yil 4-mart kuni soat 12:30 da jadval asosida. Centrum Air S6351 Toshkent Dubay 2026-yil 4-mart kuni 5:30 da jadval asosida. C6352 Dubay Toshkent 2026-yil 4-mart kuni soat 10:25 da jadval asosida. Qanot Sharq HH901 Toshkent Dubay DWS 2026-yil 4-mart kuni soat 5:10 da jadval asosida. HH902 Dubay Toshkent 2026-yil 4-mart kuni soat 10:30 da jadval asosida. Bundan tashqari, Centrum Air aviakompaniyasi 5-mart kuni mahalliy vaqt bilan 10:40 da C6352 raqamli Dubay Toshkent yo'nalishida maxsus reys amalga oshiradi. Ushbu reysga 2-3-4 mart kunlari Dubay Toshkent yo'nalishi bo'yicha bekor qilingan reys yo'lovchilari qabul qilinadi.